Meni sevganinglarda hozir bunaqa o'tirmagan bo'lardim. Ana yibman bolani qaranglar, sochlarim bundoq qolibdi. O'shani qancha donatiri bor. Bular shularchalik qadrim yo'qmi? Bilaman. Apa uxlang. Endi keldim. Faqat seks bor-ku sandalye. Nima sen meni ko'rganmisan qayerdadir? Pastildami, u joydami ko'rganmisan? G'alati. Bana hayvonga o'xshab beradi deb o'ylasa kerak. Bular men nima yuzim shunaqa seksapatologga o'xshaydimi? Shunaqa hayvonga o'xshab beradiganga o'xshayman. Biz aybdor qo'rishadi-da, ishoning. Yo'q. O'zi u nimaligini bilmayman-da. To'g'risi qiz bola narsaga u narsa shunaqa gaplar gapirishadiki, o'zim g'alati bo'lib qolaman. Qiz bolaman-da. To'g'risi. Like bosib turinglar do'stlar, like. Qiz bolaga gapirayotgan gapinglarni qarang, uyalmaysizlarmi? Hamma like bossin, like поделиться. Давайте, do'stlar, ketdik, pogнали. Sizda it yo'q, jim o'tiring, yutqizib ketasiz. Qiz bolamiz, ha, nima? Ochiq-sochiq kiyinadigani bu o'zini lubo erkak tagiga berib qo'yadiganimi? Endi odamlar мненияsi shunaqa yibanot bo'lsa, men nima qilay? Like bosib turamiz, do'stlar, ketdik. Endi Xudo biladi, o'zim bilaman, onam biladi, bo'ldi, qolganlarni gapiga qo'yib qo'ygan. Endi atrofimda o'rtoqlarim biladi-yu. Bilaman shefu. Dak, mana bizada kim bor? No qiz bola emchagini ko'rsatib yurmaydi-yu. Iye. Emchagini qachon ko'rsatdim? Oldi ochiq kiyingan bu emchak ko'rsatdi deganimi? Emchak ko'rsatdi deganim bu kiyimni yechib, emchakni uchini mana bu yoqqa ekranga olib kelib, unda o'ynatib ko'rsatsa, bu emchak ko'rsatdiga kiradi. Topikda o'tirish, futbolkada o'tirish bu emchak ko'rsatishga kirmaydi. To'rtta gul beringlar, to'g'rimi? Charchamadingizmi? Buni hayotdan to'g'risini ayting. Kirasiz, shuni tekin qo'ysizda, bular. Shuni tekinga o'zingizni naqd reklama qilib ketasiz. Uyalmaysizmi? To'g'risida. Shuni keladi. Bitta ikkita yaxshi gapni gapiradi-da, salom alaykum qo'yib, bitta ikkita gul uradi-da, keyin akkauntini reklama qilib o'tiraveradi. Uyalmaysizmi? Qiz bolani hisobidan yashashga? Qiz bolani efiriga kelib turib, o'zingiz reklama qilib pul topishdan uyalmaysizmi? Erkak bo'lib pul topish kerak-ku. Qiz bolani efiriga kelib olib, o'zini reklama qiladi. Mana men o'zim erishganman, sen ham o'zing erish, hamma narsaga. Qiz bolani orqasidan emas, deydigan odam. Kimdir kelib menga she'r ursin, she'r ko'rgim kelyapti, masalan. Gafur aka, rahmat. Hamma like поделиться, hamma like поделиться. Rostdan-da, chestno-da уже. Birlashaylik. Masalan, men qiz bolaman, menga arziydi o'g'il boladan pul olib, o'g'il bolani puliga yashab yoki-da o'g'il bolani orqasidan nimadir qilishdi. O'g'il bolaga yarashmaydi. Qiz bolaning orqasidan pul ishlash. Men erkak kishi bo'lganimda ham o'zimni mehnatim bilan, o'zimni aqlim bilan hamma narsamni qilgan bo'lardim, xudo xolasa. Erkak bo'lganimda ham. Hozir ko'pchilik o'ylashi mumkin, bunigina qiz bolada pul topish osonda, qizlarga, bolalarga qiyin, qizlarga pul topish osonda deyish mumkin. 4 kishi bittadan gul ber. Qizlarga yana 4 ta gul, 3 ta gul beringlar. Qizlarga pul topish osonda. Qiz bolada bu, o'shanga bu unaqasi bor, uyi bor, boshqasi bor deyish mumkin. Lekin bu qiz bolani orqasida ham qancha mehnat bor. U umuman aloqasi yo'q. Men o'ylayman, shu qiz bola bo'lsam ham kak erkakdek ishlayman-da, chestno. Harakat qilaman. Kak erkakdek o'zim uchun, hayotim uchun harakat qilaman. Chunki men uchun harakat qiladigan dadam yo harakat qiladigan akam yo meni kimdirim yo'q. Men o'zim uchun bu hayotda majburman harakat qilishga, tushunasizlar. Men o'zi majburman. O'zi bo'ldi, majbursan, bo'ldi, точка. Mana majbursan, точкasi bor. Onang bor-ku, onam men uchun harakat qilmaydi-yu, onamning ham o'zini hayoti bor. Qachongacha? Endi katta qilib qo'ydi, endi katta bo'lganimdan keyin ham shu onamning qo'liga qarab o'tiramanmi? Chestno-da. Shu yoshgacha o'zi Moskvalarda o'qitib, itarilib, qiynalib, o'zi ham katta qildi-da men. Endi bir kami o'zim aqlim bor paytda shunaqa qilish kerakmi? Onamning puliga yashaymanmi? 3x to'ringlar takshda, shuncha gapni eshitinglar.
Bo'ldi, siqilmaylik, bo'ldi. Dadangiz qayda bilmayman, dadam qayerda, kim bilan, nima qilyapti. Uni boshqa farzandlari bor. Motivator, rahmat. Gap yoniga qoyil qoldim, yo'q-e. Gigant, rahmat. Gigant, menga chiqaylik. Menga chiqmasak bo'lmaydi-da, 1000 должно мне. 1000. Dadam tirik, dadamda boshqa oilasi, boshqa xotini, yana mendan tashqari 2 ta, 3 ta, 4 ta, 4 ta bolasi bor. Bizda 3x ta kim bor? Mana ko'pchilik masala o'ylashi mumkin-da. Mana ko'p Ulug'bek aka, siz qochib ketdingiz-a bitta urib. Shunaqa ekansiz-da siz. Ulug'bek aka rahmat, gigant rahmat. Mana ko'pchilik o'ylashi mumkin bu qiz bola-da. Buda pul topish oson deb. Yaxshi yo'lda yuradigan qiz bolaga pul topish qiyin har doim. To'g'risi-da. Odam qiz bola ikki xil turga bo'linadi-da. Bittasi yaxshi yo'l, bittasi yomon yo'l. Yaxshi yo'lda pul topish qiyin-da. Lekin Xudodan so'rasa Xudo beradi baribir. Men Xudodan shuncha orzularimni so'raganman, bergan. Yaqinda yana bittasini berib qolar. Asosiy kirimim mana shu top 1 bilan top 2 dan desam. Sinay. Yana sizga beradi-ya. Men to'g'risi ichishim mumkin, to'g'ri balki. Balki klublarga boraman, to'g'ri o'rtoqlarim bilan. Uyda mana shu shanba kunlari zeriksam. Mayli, charchaman. To'g'risi, masala klub borishi mumkin, lekin bu degani jalab yo ishlaydi degani emas u. Halol mehnat ham bor-ku. Bla degan klubga borganmiz, nega Любой, mana Toshkentda eng pizdesman degan klubingizga ham borganman, chesna. Eng nomer 1 abizalkasi 10 million, 12 millionlik klubga ham borganman. Tehron, oberinglar, YouTube beringlar, 3x da kim bor? Negin o? Ulug'bek aka? Bugun boramizmi? Bugun yakshanba-yu. YouTube bering, Ulug'bek aka doim mana shunaqa aldaysiz-da. Ulug'bek aka bu shotlarni urib qo'yadi Tehron. Pul topganingizdan keyin borib damingizni olasizda. Ha nima qilay? Har kuni efirda o'tirib, mana bu yerda har xil odam bor. Hammalarni sassiq gapinglarni eshitib, yaxshi bor, yomon bor. Har kuni asabim ketib, menga oson deb o'ylaysizlarmi? Nima qilibdi mana bir marta hayotimda borib maza qilib dam olib kelsam? Qachon haftada 1 kun. Shanba unda ham yo juma. Yomonmi? Har kun men efirga chiqaman, jalabdan olib jalabga solasizlar, ichimga yutaman hammasini. Xudodan o'zimga faqat kuch so'raganman shu yoshimgacha. Allohdan. Ulug'bek aka, YouTube bering. Sher bolasini ko'rmadik Ulug'bek aka, qachon urasiz? Gigant mezanatda katta uradi hozir, bilaman buni. Yashi mazza qilib. Yoshligim ham o'tadi-da. Alisa, продолжи.